O'zbek blogerlarining reklama narxi qancha? Bobur Mansurov mahsulotingizni storiesida reklama qilib berish narxi $2000. Post, ya'ni Reels esa $7000. Bunday videoda Bobur Mansurovning butun jamoasi ishtirok etadi. Video bonus sifatida TikTok va YouTube platformalaridagi sahifalarga ham joylab beriladi va Instagramda reklama beruvchining sahifasi bilan kollaboratsiya qilinadi. Blogerning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Saxiyev nom bilan Vine suratga oladigan Abduvali Saxiyevning stories reklama haqqi $1200. Post esa $6000 ga baholangan. Unda Saxiyev jamoasi to'liq tarkibda suratga tushadi va video reklama beruvchining sahifasi bilan kollaboratsiya qilinadi. Blogerning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Delimi taxallusi bilan tanilgan Dilshod Nazarovning stories reklama narxi $1500, Reels narxi esa $5000 etib belgilangan. Unda Delimi jamoasi to'liq suratga tushadi. Video reklama beruvchining profili bilan kollaboratsiya qilish uchun qo'shimcha haq to'lash kerak. Blogerning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Bundan da qiziqarli shou-biznes yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.